Shu 100% mol go'shtidan tayyorlangan tushunkani Saudiya Arabistonida ham topish juda ham qiyin. Shuni ota-onangizni bagajiga qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, ota-onangiz bundan iste'mol qilishsa, immunitetlari tushib ketmaydi. Havo almashtirgan paytda, davlatdan davlatga o'tgan paytda turli xil sog'liqlardagi muammolar kuzatilmaydi. Iste'mol qilganlarda immunitetlari doimo normada bo'ladi. O'z ovqatda qiyinchilik ham deb bo'lmaydi. Shunga O'zbekistonni ta'mini sezib turibsan, quvvat bo'lsin, kuch bo'lsin degan maqsadda shuni o'ylab chiquvdik. Endi akamiz bilan murojaat qildik. Xudo xohlasa sizga tushuntirib beradilar. Kerakli insonlar o'zi qabul qilib olishadi. Albatta, to'g'ri aytasiz. Umra safariga kelgan ziyoratchilar orasida eng ko'p kuzatiladigan muammolardan bittasi Toshkentda otaxon-onaxonlarimiz tuya go'shtidan, echki ustidan qatiqlar, quvvat bermaydigan mahsulotlardan foydalanganligi, yeganligi tufayli ularda immunitet tanqisligi yoki immunitetni tushib ketishi, davleniya kabi muammolar juda ham ko'p kuzatiladi. Aynan shu muammolarga akalarimiz Poyqadamdan ajoyib tushunkalarni taqdim etishdi. Haqiqiy 100% mol go'shtidan tayyorlangan mahsulot safar uchun juda ham ajoyib yechim bo'libdi. Aynan shunaqa otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga farzandlari olib sumkalarga sovurishsa, sog'liklari ham normada bo'ladi har doim. Sizni ham agar ota-onangiz turli xil safarlarga yuborayotgan bo'lsangiz, aynan quyidagi boksdan xarid qilib qo'llariga berib qo'ying. O'zbekiston taftini har doim his qilib yurasiz. Pastdagi raqamlarga hoziroq murojaat qiling va shundan ota-onangizga safar uchun qo'shib yuboring.